Bu xonadonga kirgandan keyin bir narsani tushundim. Odamlar ko'p yashamas ekan. Chunki sotilib ketaveradi. Nimaga desa, narxi bilan lokatsiyasi bomba. Bu obyektimizning manziliga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, James zavodning ro'parasida, Местный aeroportdan 200 metr masofada joylashgan. Aeroportimizning bu yoq tarafi pasadishli tochka bo'lganligi sababli juda ham osuda, tinch mahalla. Mahallamizning nomi Asrobod, Adolat ko'chada, Sergeli tumanida joylashgan ushbu obyektimizning umumiy maydoni 6 sotuv maydonga ega. Fasadlariga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, to'g'ri 20 ga 30. Mo'jazgina xonadonimizga kirib kelishingizda, qadrli do'stlar, naq 3 ta mashinaga mo'ljallangan vyezga ko'zingiz tushadi. Tashqi tarafimizda bitta narujnoy parkovkamiz va palisadnik. Palisadnikimiz ham 1 sotuv maydonga ega, qadrli do'stlar. Xonadonimizning yashash maydoniga to'xtaladigan bo'lsa 270 kvadratdan iborat 10 ta xonani tashkil etadi. 5 ta yotoqxona, tepamizda bitta boloxona va undan tashqari 3 ta zal, 4 ta sanuzelni tashkil etadigan xonadonimiz shaytanat formatida qilingan, qadrli do'stlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, intriga izohlarda qoldiramiz. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'ling.